Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan hisob 1 fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bu safargi ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi ratsional kasrlarni sodda kasrlarga yoyib integrallash. Demak, reja biz avvalo ratsional kasrlarni sodda kasrlarga yoyishni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, mahrajni ko'paytuvchilarga ajratish va chiziqli va kvadrat ko'paytuvchilarni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, sodda kasrlar koeffitsiyentlarini topish usullari, sodda kasrlarni integrallash formulalarini chiqarib va natijada oxirida xulosa chiqaramiz. Demak, ratsional kasrlarni sodda kasrlarga yoyish. Demak, ratsional funksiya bu avvalo ikkita ko'p xatning nisbati sifatida ifodalanadigan funksiyadir. Ya'ni biz ratsional funksiyani rx ko'rinishida belgilasak, bu qandaydir px va qx ko'rinishidagi ikkita ko'p xatning nisbatidan iborat. Px va qxlar bu yerda oddiy ko'p xatlar darajali. Bunday funksiyalarni integrallash integral hisobning asosiy vazifalaridan biridir. Chunki bunday misollar, holatlar muhandislik, fizika, iqtisodiyot va boshqa ko'plab sohalarning masalalarida uchraydi. Demak, murakkablikni soddalikka o'tkazish integral hisobning asosiy san'atlaridan biri sifatida ta'rif beriladi umumiy. Biz shu ratsional kasrlarni qanday qilib sodda kasrlarga yoyamiz va ularni qanday qilib integrallaymiz ko'rib chiqishni boshladik. Ratsional kasrlarni sodda kasrga yoyish. Faraz qilaylik, bizga rx ratsional kasr berilgan bo'lsin. Yuqorida qx sifatida m-chi darajali ko'pxat va px sifatida n-chi darajali ko'pxat olingan. Agar bu holatda yuqoridagi m-imiz pastdagi n-chi darajadan kichkina bo'lsa, bu to'g'ri kasr deyiladi. Aks holda, ya'ni m-imiz n-dan katta yoki teng bo'lsa, bu holda bu noto'g'ri kasr bo'ladi. Demak, 3 ta misol ko'rsatib ketaman. Birinchi holatda hop rx funksiyasi sifatida kasr chizig'i tepada x ning 6-chisi minus 5x ning 4-chisi plus 3. Pastda x ning 8-chisi minus 7x kvadrat plus 3x. Demak, mana shu ko'rinishdagi kasrimiz bu yerda yuqorida daraja 6-darajaga teng bo'lyapti. Quyidagi daraja esa 8-darajaga teng bo'lganligi uchun bu kasrimiz to'g'ri kasr bo'ladi. Endi noto'g'ri kasrga bitta misol ko'rsataman. Demak, r2x barobar x ning 3-chisi minus 4x kvadrat plus 6x plus 5 taqsim x kvadrat minus 2x plus 7. Demak, e'tibor qiladigan bo'lsangiz, pastda eng katta daraja 2, demak pastdagi ko'p xatimizning darajasi 2 dan iborat. Yuqoridagi ko'p xatimizning darajasi esa 3 dan iborat. Shu sababli bu kasrimiz o'z-o'zidan noto'g'ri kasr hisoblanadi. Demak, har bir noto'g'ri kasr ko'p xat bilan to'g'ri kasrning yig'indisiga teng ekan. Ya'ni biz biror noto'g'ri kasrni ko'p xat va to'g'ri kasr yig'indisi ko'rinishida ifodalashimiz mumkin ekan. Demak, o'sha yerda ko'p xatimiz kasrning butun qismi deyiladi va u kasrning suratini mahrajiga odatdagidek bo'lish orqali topiladi. Ushbu jarayon kasrning butun qismini ajratish deb ataladi. Xo'p, demak, mana shu yerda butun qismini ajratishda bitta ko'rib ketamiz. Oddiygina bo'lish yordamida x ko'p minus 4x kvadrat plus 6x plus 5 bo'lingan x kvadrat minus 2x plus 7. Xo'p, qaytadan yozaylik shuni, keling. X kvadrat minus 2x plus 7. Xo'p, pastda x ga ko'paytiramiz. Chunki x ko'p bo'lish uchun albatta x kerak. X ga ko'paytirganimizda ifodamizni x ko'p minus 2x kvadrat plus 7x ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi. Ayirib tashlaymiz. X ko'plar qisqaradi. Ikkita minus plus bo'ladida, atiga minus 2x kvadrat. Xo'p, 6x da 7x da ayirsak minus x plus 5 ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi. Endi buni minus 2 ga ko'paytirib chiqamiz, chunki boshida ayrilganda qisqarib ketishi kerak. Minus 2x kvadrat plus 4x minus 14. Demak, buni ayiramiz.
Buni ayirganimizda esa bizda nima qoladi? 2x kvadratlar qisqaradi. Minus 5x. Xo'p, va ikkita minus plus bo'ladi, plus 19 ko'rinishdagi ifodamiz hosil bo'ladi. Demak, butun qismi kasrimizning x minus 2 ga teng ekan. Mana shu x minus 2. Xo'p, quyidagi to'g'ri kasrlarni sodda elementar kasrlar deb ataymiz. Birinchisi a darajasi a taqsim x minus alfa. Ikkinchisi a taqsim x minus alfaning k'inchi darajasi. K bu yerda 2 dan katta yoki teng bo'lishi mumkin. Va uchinchisi mx plus n taqsim x kvadrat plus px plus q. Bu yerda pastdagi differensial tenglamamiz kvadrat tenglamamizning diskriminanti, ya'ni p kvadrat minus 4 ta q yoki 0 dan kichkina. Shu jumladan keyingi 4-ko'rinishdagi sodda elementar kasrimiz mx plus n taqsim x kvadrat plus px plus q ning s-chi darajasi. S bu yerda 2 dan katta yoki teng bo'lgan butun son. Umumiy jarayonda 4 ta formulada 4 ta ko'rinishda yoki sodda kasrlarimizning elementar kasrlarimizning a, m, n, alfa, p va q sonlari haqiqiy sonlar hisoblanadi. Xo'p, ratsional kasrlarni sodda kasrlarga yoyish. Demak, birinchi o'rinda noto'g'ri kasr butun ratsional funksiya va to'g'ri ratsional kasr yig'indisi shaklida tasvirlanadi. Ya'ni birinchi qiladigan ishimiz biz noto'g'ri kasrni butun ko'pxat va to'g'ri kasr yig'indisi ko'rinishida ifodalab olishimiz kerak. Keyingisi integrallash jarayoni. Noto'g'ri kasrni integrallash har doim to'g'ri kasrni integrallashga olib kelinadi. Biz ya'ni ko'pxatdan integral ola olamiz. To'g'ri kasrni ham integrallashning bir necha usullari mavjud. Demak, asosiy e'tibor faqat to'g'ri ratsional kasrni integrallash usulini topishga qaratilgan. Ya'ni biz to'g'ri ratsional kasrimizni integrallay olsak bo'ldi. Butun qismini integrallash o'zi ko'pxatni integrallashga keladi va u juda oson. Xo'p, davom etamiz. Demak, mahrajni ko'paytiruvchiga ajratish chiziqli va kvadrat ko'paytiruvchilar. Demak, har qanday qx taqsim px to'g'ri kasrni sodda kasrlar yig'indisini yagona tarzda yoyish mumkin ekan. Demak, biz har qanday to'g'ri kasrni sodda kasrlar yig'indisi ko'rinishida yoza olar ekanmiz va bu yagona ravishda bu ko'rinish yagona bo'lar ekan. Demak, tasavvur qiling, qx taqsim px ko'pxatimiz bizga berilgan. Mana shuni yozmoqchimiz. a1 taqsim x minus alfa plus a2 taqsim x minus alfaning kvadrati plus va hokazo ak taqsim x minus alfaning k'inchi darajasi. Plus endi yuqori darajalar oddiy o'zgarmaslardan chiziqli holatga o'tamiz. m1 x plus n1 taqsim x kvadrat plus px plus q plus m2 x plus n2 taqsim x kvadrat plus px plus q ning kvadrati va hokazo plus m ning s-chisi x plus ns taqsim x kvadrat plus px plus q ning s-chi darajasi. Bu yerda o'sha a1 katta a2 va hokazo ak, m1, n1, m2 va hokazo ms, nslar noma'lum koeffitsiyentlar bo'ladi. Biz bu noma'lum koeffitsiyentlarni topishimiz kerak. Xo'p. Demak, noma'lum koeffitsiyentlarni topish jarayoni ayniyatlarni umumiy mahraj berib, ayniyatlarni tenglash orqali topiladi va bu chiziqli tenglamalar sistemasiga kelishi mumkin. Demak, chiziqli ko'paytuvchilar x minus alfaning k'inchisi ko'rinishida bu mahrajning haqiqiy ildizlariga demak mos keladi. Ratsional kasrni sodda kasrlarga yoyishning birinchi qadami mahraj qx ni chiziqli va kvadratik ko'paytuvchiga ajratish. Demak, mahrajni ajratish. Keyingisi mahraj qanday ko'paytuvchiga ajralishiga qarab, unga mos keladigan sodda kasrlarni tuzish. Va kvadrat ko'paytuvchilar x kvadrat plus px plus q ning k'inchi darajasini o'sha mahrajning kompleks ildizlarini topib olish. Undan keyin demak sodda kasrlarni koeffitsiyentlarini topish usullarini ko'rib chiqamiz. Demak, sodda kasrlarning noma'lum koeffitsiyentlarini, ya'ni yuqorida ko'rgan a, b, s, a1, b1, s1, n1, n2 va hokazo umumiy hamma barcha koeffitsiyentlarni topishning bir nechta samarali usullari mavjud. Demak, birinchisi noma'lum koeffitsiyentlar usuli. Har ikkita tomonni mahrajga ko'paytirib, ya'ni umumiy mahrajga berib, bir xil darajali x ning koeffitsiyentlarini tenglashtirish orqali tenglamalar sistemasini yechishga kelamiz. Ikkinchisi xususiy qiymatlar usuli. Tenglikda x ga ildiz qiymatlarni, ya'ni o'sha tenglamani umumiy ifodamizni nolga aylantiruvchi ildiz qiymatlarini berish orqali koeffitsiyentlarni to'g'ridan to'g'ri topib olamiz. Va keyingisi kombinatsiyalashgan usul. Yuqoridagi ikkita usulni birgalikda qo'llash. Ba'zan tenglamalar, chiziqli tenglamalar sistemasini yechamiz va ba'zan o'sha to'g'ridan to'g'ri ildizni qo'yib noma'lum koeffitsiyentlarni
topib olamiz. Demak, sodda kasrlarning integrallari quyidagi formulalar bilan topiladi. Birinchi oddiy kasrimiz, demak, a taqsim x minus alfaning aniq mas integrali a ln modul ichida x minus alfa plus s ko'rinishida kelar ekan. Bu birinchi sodda kasrimizning integral formulasi. Ikkinchisi, demak, ikkinchi ko'rinishdagi aniq mas integralini topish, ikkinchi sodda kasrni. A taqsim x minus alfaning k'inchisi. Bu yerda umumiy aniq mas integralimiz a taqsim 1 minus k ko'paygan x minus alfaning k minus birinchisi ko'rinishida bo'ladi. Plus o'zgarmas son bor. Mana bu formulani ko'rsatdi. Va uchinchi formulamiz, demak, mx plus n taqsim x kvadrat plus px plus q dan aniq mas integralimiz m taqsim 2 ko'paygan ln modul ichida x kvadrat plus px plus q plus 2n minus mp taqsim ildiz ostida kvadrat ildiz ostida 4q minus p kvadrat. Demak, 0 dan kattaligi o'sha shu sababli qo'yilib ketgan edi. Va arctanginus 2x plus p taqsim ildiz ostida kvadrat ildiz ostida 4q minus p kvadrat. Va oxirida bu integralga o'zgarmas sonni qo'shib qo'yamiz. Bu uchinchi ko'rinishdagi formulamiz. Demak, noto'g'ri kasrni to'g'ri kasrga yozdik. To'g'ri kasrni quyidagicha uch xil ko'rinishdagi sodda integrallarga olib kelishimiz mumkin. Sodda kasrlarga va sodda kasrlarning integrallash formulalarini ham sizga taqdim etdik. Xo'p, masalan, quyidagi misolni ko'rib chiqamiz. 3x plus 5 taqsim x minus 1 ko'paygan x plus 2. Demak, buni quyidagicha sodda kasrlarga yozishimiz mumkin. A taqsim x minus 1 plus b taqsim x plus 2. Bu yerda a, b koeffitsiyentlarni hisoblash uchun umumiy makhraj beramiz. A ga x plus 2 va b ga x minus 1 ni ko'paytirib makhrajni tashlab yuboramiz. Natijada quyidagicha tengligimiz hosil bo'ladi. Qavslarni ochsak 3x plus 5, ax plus 2a plus bx minus b. Endi 3x plus 5 turadi, guruhlaymiz. A plus b ni qavsdan tashqari o'sha oldidagi x ni chiqarsak a plus b qoladi va alohida 2a minus b ni guruhlab qo'yamiz. Bu o'zgarmas son sifatida ketadi. Endi ayniyatdan foydalanamiz. X oldidagi koeffitsient 3 ga tengligini hisobidan a plus b ham 3 ga teng bo'lsin va 2a minus b ham bu yerda 5 ga teng bo'lsin. Mana pastga tushib qolibdi. Bu chiziqli tenglamalar sistemasi, ikki noma'lumli. Bu yerdan tenglamamizni yechsak, a'imizning 8 taqsim 3 ga, b'imizning 1 taqsim 3 ga tengligini topamiz. Oddiy qo'shish usuli bilan ishlashimiz mumkin. A ga 2 ni qo'shsak 3a, plus b minus 1 qisqarib ketadi. 3 ga 5 ni qo'shsak 8. Demak, a 8 taqsim 3 lik kelib chiqadi. O'z-o'zidan esa b'imiz 1 taqsim 3 bo'ladi. Chunki qo'shganda yig'inda 3 bo'lish kerak yoki 2 ga ko'paytirib ayirganda yig'indimiz 5 bo'lishi kerak. Endi bu sodda kasrlarni yuqoridagi formulalar bo'yicha integrallaymiz. Demak, mana bu aniq ratsional kasrimizni quyidagi ikkita sodda kasrga yoydik. 8 taqsim 3 bilan 1 taqsim 3 ni chiqaramiz. Yuqoridagi birinchi formulaga ko'ra ln modulda x minus 1 va ln modulda x plus 2 bo'ladi. Demak, javobimiz 8 taqsim 3 ln modulda x minus 1 plus 1 taqsim 3 ln modulda x plus 2 plus s ekan. Demak, biz yuqorida bizga berilgan ratsional kasrimizni sodda kasrlarga yoyib, uni integrallab oldik. Xo'p, shu bilan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qo'shimcha ravishda yana o'zlaringiz tavsiya qilingan adabiyotlar orqali qo'shimcha bilimlarni olishingiz mumkin. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat.